Shovot tumani jinoyat sudi raisiga sudlanuvchi va sudda ishtirok etuvchi va uni sheriklari debman. Sheriklari Odilbek, Ruslonlar, Sardorlar ekspertizaga ularni ham foto rasmlari Qo'shko'pir yoki qayerda xati orqali olinishiga qaramasdan sud muhokamasiga tashrif buyurishini so'rab murojaat qilyapman. Sheriklarini, guruh tarkibini. Ular o'yindan chiqib ketibdi. Keyin bilmayman, boyagi sudyaga telefon bo'lgandan keyin bularni jabrlanuvchi qilib chaqiryapti. Jabrlanuvchi deb hukmda qo'shib qo'yapti. Ichki ishlarga ma'naviy nimasini ishni yakunlab berishingizni so'rayman deb turib, ichki ishlarga tagiga qo'shib qo'yapti hukmda. Boyagi ayolim ikkalamizni aldab olib borib, aktyorlar, ikkita tergovchi aktyor bo'lim nimasi boshlig'i sizlar bilan ko'rishmoqchi, qonuniy yordam bermoqchi deb olib borib turib tergovxonasiga qamagan. Boyagi jinoyatchi tergovchini yoniga olib borib tashlagan aktyorlar. O'shalarni qo'liga topshirmoqchi yana sud. O'sha uchun bularni qonuniy chora ko'rib bering desam, boya telefondan keyin bo'ldi, bularni ham jabrlanib chiqarib ichki ishlarga qaytaryapti. Ishini ko'rib beringlar. Mehnat shartnomasi xodimning tashabbusi bilan uning kasalligi, nogironligi, yoshiga doir pensiya chiqarishi, oliy va o'rta maxsus kasb-hunar o'quv yurti yoxud tayanch doktrinasi yoki doktorlik qabul qilinishi va qonun hujjatlariga ko'ra muayyan ish imtiyozlar va afzalliklar beriladi. Boshqa sabab tufayli bekor qilingan mehnat shartnomasi bekor qilish haqida buyruqda shu sabablar ko'rsatiladi. Mehnat shartnomasi, ya'ni mehnat shartnomasida maktab rosa telefon qilib jinoiy ish ochiladi, chiqmasang bo'lmaydi. Mehnat shartnomasida ko'rsatilgan qoidalar bo'yicha umuman zid bularni. Endi direktor ham yaxshi odam. Xodimlar umuman o'zi вообще-то yaxshi edi hammasi. Qo'shko'pir tumani 5-maktab. IDOM deb yuritilardi, ixtisoslashtirilgan nemis tiliga. O'sha yerda o'qituvchi edim. Hammasi kollektiv zo'r. Men bahoni 5 qo'yaman ularga. Ming rahmat. Banisada yotganimdan oxirgi chiqqanimgacha o'shalar moddiy ta'minot bormi, ma'naviy yordam bormi, kelib ko'rib shunaqa qilib turdilar. Ming rahmat sizlarga. Kasbdoshlar. Lekin bosim bo'ldi bularga ham. Bosim bo'lganning sababini mana keyinchalikda arizalarda, jo'natgan xatlarda ko'ramiz. Sudning hukmi va ajrim ustidan kassatsiya tartibida shikoyat bildirish. Endi kassatsiya berdik, inobatga olmadi, buni ko'rib chiqmadi. O'sha uchun buni o'tkazib yuboraveramiz. Qo'shko'pir tumani sudyasi bo'lgan ekan, Aminov degan. O'sha mana boshlanishida oktyabr oyida 23-yil sudga o'tgan bo'lsa, 1 oyu 20 kun sudradi bular. Men aytayapman borib, Kaliskada bo'lsa ham. Qonunda 2 oyda ichida уже ko'rib yakunlab yopish kerak. 10 kunda ulgurasizmi sizlar? Sud tayinlanmaydimi desam, yo'q, tayinlov boshqa joyga qo'yilibdi, sizniki deb qaytarib yuboryapti. Keyin xat kelyapti. Shovotga qo'yilibdi, 1 oyda ko'rib chiqiladi ekan. 3 oy deganda sud boshlandi. O'sha yerdan уже menda shubha paydo bo'ldi bularga nisbatan. Qonun buzishlar. Ochiqdan ochiq qonunni buzishni boshladi bular boshidan, sudyalarning o'zi. O'shandan keyin ishonchsizlik bildirishni boshladim. Men aytgandek bo'lib chiqdi keyin. O'sha birinchi instansiya sudida sudyasi ana telefon bo'lyapti sudyaga. Lekin boshida молодец, rahmat. Iltimosnomalarni ham qonunda ko'rsatilgan sudlar to'g'risidagi qonunda. Iltimosnoma qonuniy bo'ladigan bo'lsa, qanoatlantirishga majbur sudya deb qo'yib. Qanoatlantirish kerak deb qo'yib. Men shu qonunlardan olib iltimosnoma kiritdim, ya'ni shu ijtimoiy tarmoqqa emas, faqat telefon orqali videoga olib qo'yamiz desam,
Bo'ldi dedi, faqat dedi men o'zim ta'minlayman kamerachini dedi. Kamera olib kelib dedi, ofitsialniy televideniyadan oladi. Lekin delarga tikilib qo'yiladi u narsa dedi. Kerak payti so'rab olaverasiz dedi. Keyinchalik уже telefon bo'lgandan keyin u videolar ham отмен bo'lib ketdi. Nusxalar ham so'raldik, nusxalar ham berilmadi. O'sha telefon bo'lishini kutdim endi bu sudyalar ham. O'zicha baribir qaror chiqara olmas ekan. Agar o'zicha qaror chiqarganda, olib kel, ochiq hozir, ochiq sud bo'lyapti, telefoningga olaver derdi. Ular kutgan telefon bo'lishini. Baribir byurokratiya bor tizimlarda. Haqiqatan ham telefon bo'ldi keyin, kutgan telefon. Yana sud protsessini o'zida. Yana yozilyapti. Xodimning tashabbusi bilan uning kasalligi, nogironligi. Xo'p. Nimada 499-modda bor ekan mana sud protsessida. Sud protsessi emas, to есть jinoyat protsessual kodeksida. Bu jinoyat protsessual kodekslarni men bir e'tiroz bildiradigan tarafim, qonunlarda masalan tagida Shavkat Mirziyoyev Miromonovich O'zbekiston Respublikasi prezidenti deb turib tavsiya qilib oliy nimaga chiqarib beradi. Senatga ko'rib chiqishlarini, tasdiqlashini. Kodeksda hech qanaqa na pastda bor, na tepada bor. Kim tasdiqlagan, qachon tasdiqlagan, u narsalarni marhum hech kim bilmaydi. Ya'ni bu yerda yozilyapti, ishda taraf bo'lmagan shaxslar ham birinchi instansiya sudi hukmining ajrimining o'z huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini daxldor qismi ustidan kassatsiya tartibida shikoyat berishi mumkin. Ya'ni men aytmoqchiligim, o'sha 7-may bo'lgan guruh bo'lib birinchi kuni yetkazgan tan jarohatida ayolini ham urib tan jarohati yetkazgan bo'ladi. 1 oydan ziyod больницada yotgan. Qo'lida qog'ozlar turibdi, tasdiqlangan. Sud ko'rmadi. Sud uni jabrlanuvchi deb chiqarmadi. Guvoh deb o'tkazib qo'ygan, ichki ishlar shu guvoh bo'yicha o'tkazib yubordi. Jinoyat protsessual kodeksida yozilgan deyapman nima sudyaga o'sha yerda. Siz men iltimosnoma kirsam, talab qiladigan bo'lsam, kamerani olib ko'rishingiz kerak. Ichki ishlar qanday ayolimni sudradi? Narigi taraf qanday tan jarohati yetkazdi? Deyapman, yo'q. Olib keltira olmadi. 499-modda qo'yib qo'yamiz. Ya'ni ayolim ariza berdi, arizalar chiqadi. Hech qanaqa buni qonuniy ko'rib bera olmadilar ishini. Qolib ketdi. Tayoq yeb ayol kishi. Order 5 ta 6 ta order oldi. 5 marta 6 marta. Har bitta olganda 7-8 ta odamga nisbatan oldi. 1 tiyinga qimmat ekan orderlar. Shunday qolib ketdi. Sudya olib turib ichki ishlar xodimiga uchastkoga qaytarib beryapti. Uchastkoy poddelka qilib, nomerlarni o'zgartirib, bo'yab turib olib borib beryapti. Bo'yalgan narsani o'tkazib yuboryapti sudya. Demak, o'tkazgan o'zi xabar bor, o'zi aytayapti. O'zi ko'rsatma beryapti. Yana o'sha yerda men esimga tushib ketdi, esimda borida aytay. Ichki ishlar xodimlari bilan ichki ishlar nimasi boshqarmasi shug'ullanmaydimi? Qaysi sudligini aytmayman, sudda ichki ishlarni attestatsiyadan o'tkazishyapti. Sudyalar. U degani to'g'ridan to'g'ri bo'ysunadigan qilib qo'yganda. Vaqtdan yutishmi bularning maqsadi bilmadim. O'sha materialni borgandan bo'ldi, men aytganday qilib keldingmi deb qo'l qo'yib o'tkazib yuborish bo'lgan maqsad. Murojaatingiz yuborildi. Sizning maxsus kodingiz yodda saqlang. 80 BDFB7Y. Endi maxsus ham emas-da bu. Hech qanaqa ko'rilmagandan keyin. Ya'ni bu sudga jo'natilgan. Sudga jo'natilgan narsa. Mana. Hech qanaqa ko'rilmadi. Yodda saqlang, vahima qilib hech kimga bermang dedilar ekan, hech narsa ko'rmas ekan. Konstitutsiyaviy sudga murojaat qilganman. Yo'q, bu Oliy sudga yozma ravishda Telegram botidan jo'natganman mana. Turibdi. Ming afsus ko'rilmadi. Chistosi ham
4-fevral 24-yil ekan. Yana xuddi shunday murojaat elektronniy sudga. Hech qanaqa ko'rilgani yo'q. Так, apellyatsiya. Jinoyat protsessual kodeksini o'qib eshittiraman. Kerakli joyini, 4 qatorni. 324 prim 1-moddasi. Sudning ma'muriy qamoqqa olish va ma'muriy tartibda chiqarib yuborish to'g'risidagi qaror ustidan shikoyat. Apellyatsiya instansiyasi sudiga shikoyat. Protest olingan kuni yuborilishi lozim. Ya'ni bu narsani shunday tushuntirish beraman. Bu arizamizni qaytarib olishimiz uchun jinoyatchilar doimiy holatda menga bosim o'tkazib keldi. Bularni ehtiyot qamoqqa olish ehtiyot choralarini